Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan do'stga va zo'r kayfiyatda kelgan Zamira. Bu degani siz bilan yana bitta rus tili grammatika darsini ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz sifatning darajalari. Bilasizki, o'zbek tilida sifatning ikki xil darajasi bor. Bu o'zbek tilida darajalar nima deyiladi? Orttirma daraja va qiyosiy daraja. Esladim mana sifat darajasi. Keling, men polni o'zbek tilida emas, rus tilida sizga mana shu sifat darajalarini tushuntirishni boshlayman. Rus tilida ikki xil sifat darajalari bor. O'sha ikki xil turi yana ikki xilga bo'linadi. Rus tilida sifat daraja yasalishiga ko'ra so'z qo'shib yasalishi bor va окончание o'zgarib yasalishi bor. Keling, sizlar bilan srazu rus tilida ikkita so'zdan iborat bo'ladigan sifatlar darajasini ko'rib chiqamiz. Ham qiyosiyda ham orttirmada ham ikkita so'zdan iborat bo'ladigan sifatlar bor. Bular sostavные прилагательные deyiladi. Составной degani ikkita so'zdan составить qilinadigan, ikkita so'zdan iborat bo'lgan. Birinchisi более или менее. Более degani ko'proq, менее degani kamroq. Endi orttirma darajada qaysi? Самый, мы va наиболее и наименее. Более degani ko'proq, менее degani kamroq, самый degani eng, naиболее degani eng kattarog'i, naименее eng kichkinarog'i degan ma'noni bildiradi. Endi bu bilan keling primerlar ham yozib ketay. Gapda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Он более umный degan aqlliroq. Bu yerda ko'pincha чем bo'ladi. Чем degani qaraganda. Чем его сосед? Его сосед. Qo'shnisiga qaraganda u aqlliroq bo'ldi. Shu yerda gap. Boleni biz o'rtasiga qo'ydik. Ot bilan shu sifatni o'rtasiga более so'zini bu как bog'lovchi bo'lib kelyapti. O'sha darajani ko'rsatib berish uchun. Обязательно nima bilan taqqoslashingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Chunki bu qiyosiy daraja. Qiyoslayapsiz uni qo'shnisi bilan. Shunda более умный murskiy rod bo'ldi. On bo'lgani sababli более o'zgarmay keldi. Yana bitta gap yozaman. Meniyga. Она менее красивая, чем ты. Bu u senga qaraganda kamroq chiroyli demoqchi yoki u senga qaraganda xuniyroq demoqchi. Buni endi rus tilini o'rganadigan odamlar ko'proq ishlatadi, chunki ular hali grammatический sifatni darajasini to'g'ri ko'rsatib bera olmaydi, окончание ko'rsatib bera olmaydi. Siz ham rus tilini endi o'rganayotgan bo'lsangiz, mana shu более или менее so'zi bilan ishlatsangiz bo'ladi. Lekin ideali siz baribir o'sha окончание bilan ishlatganingiz, ikkinchi turini ko'rganingiz yaxshi. O'zi bu ikkinchi turi narigi birinchi turi hisoblanadi, lekin men sizga so'z bilan berilganini birinchi tushuntiryapman. Endi самый мой брат самый богатый deylik. Meni akam eng boyi deysiz-ku, masalan, akangizdan pul olishingizdan oldin. Мой брат самый богатый, мой брат самый лучший, мой брат самый красивый deysiz-ku, pul olmoqchi bo'lgan paytingiz. O'shanga o'xshab, mening akam eng boyi. Buni o'rniga yana naиболее desak ham bo'ladi. Deylik, его собака, uning iti наиболее злая. Uning iti eng yo'zi. Qolganlarga qaraganda naиболее degani ko'proq
Orttirmaroq, eng yomoni demoqchi. Zlaya degani jahldor degani yoki yovuz degani yoki o'sha hammaga tashlanadigan degan. Dальше наименее. Ana va klассе. Klассе degani sinfda degani. Aytgancha siz bu videoni ko'ryapsiz. Mana praktikalarni ko'rsataymi mana. Обязательный полный mana shuni praktikasini o'ziga qaratilgan darslarimiz ham bor. Rus tili grammatikasiz degan playlistda o'shanga ham o'tib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. U ham sizga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki yerda полный faqat razговорga qaratilgan mavzularni ko'rsatib ketganman. Ana в классе наименее разговорчивая. Спокойно deylik. U sinfida eng kam tinch degan ma'noda kelyapti. Bu degani vashi shovqinli. Eng jinnisi shu. Eng kamroq spokойныйsi. Qolganlar sal spokойныйroq, но bu umuman spokойный emas degan ma'noda kelyapti. Tushundingiz-a? Maytda bo'li degani ko'proq, men degani kamroq. Bu yerda sami degani eng, nayboli degani ko'prog'i, eng ko'pi, eng ko'pi. Naymeni eng kami degan ma'noda. Mana yerda meni degani kamroq degan, mana naymeni deganda mana bundan orttirma, yanada orttirma daraja qilib beryapti. Eng kami. Eng ko'pi. Mana bu eng ko'pi, mana bu eng ko'pi bo'lyapti. Tushunarli? Bu bizning составные прилагательные edi. Составное сравнительное, составное превосходное. O'sha qiyosiy va orttirma. Orttirma degani превосходное degan so'z bilan keladi rus tilida. Eslab qolishingiz kerak. Qarang qanaqa chiroyli so'z. Превосходное. O'zi rus tilida juda so'zlarni yaxshi ko'raman, to'g'risini aytsam. Bu mavzuni yanada yaxshiroq tushunish uchun siz bundan oldin sifat bilan holni farqi degan mavzuni ham ko'rib bo'lgan bo'lishingiz kerak, xo'pmi? Uni ko'rmagan bo'lsangiz, bu sizga tushunarsizroq bo'ladi. Orqaga qaytib ikkita videoni ko'ring. Xo'p, endi sifatni tushundik. Qiyosiy va orttirma составноyni tushundik. Endi prostoyisi qanday yaraladi? O'shani ham ko'raylik. Bismillah. Xo'p, sifatning roqi yeshi, yana sh formasi bor. Sh formasi. Mana bu hammasi sifatning qiyosiy formasining окончанияsi. Orttirmasi esa yeyish, keyin ayish edi. Yeyish, ayish. Bizga shunday deb o'rgatishgan. Yeyish, ayish deb o'rgatishgan maktabda. Endi yega qaysi so'z keladi? Deylik, u chiroyliroq, da? Ana красивее. Красивей. O'zi красивей deyiladi, biz magara красивее deymiz. Ana красивее, чем ты, чем ее сестра. U dugonasiga qaraganda chiroyliroq. Mana bu красивее, ana bilan keldishi roqqa darajasini ko'rsatib beryapti. U chiroyliroq. Mana bu чем bu yerda qiyoslab beruvchi so'z. Qaraganda чем. Endi shega ko'rsatib beraman. Ikkita primer bo'ladi, chunki hamma primerlar yozib bitta-bittalab gap tuzib chiqsam sal uzoqroq bo'lib qolar ekan. Uzunroq bo'lib qolar ekan video. Sh deylik. Moy dom, meni uyim kattaroq. Больше, чем твой degani seniki degani. Mening uyim mana bu больше da oxiridagi sh больше o'zi ko'pincha ye bo'ladi. Shu yelar bilan o'zgarib ketaveradi. Больше, чем твой. Mening uyim senikiga qaraganda kattaroq. Моя собака умнее, чем твоя. Mening itim senikiga qaraganda aqlliroq. Yana мой stol чище, чем твой. Mani stolim senikiga qaraganda чище, tozaroq. Endi мой iftar вкуснее, чем твой. Meni iftorim senikiga qaraganda mazaliroq. Shunday qilib biz mana roq
basiqi prostoyni ko'rib chiqdik. Endi bizda qiyinrog'ini ko'rib chiqishimiz kerak. Bu уже orttirma daraja. Orttirma darajada yeyish, ayish bilan bo'lar ekan so'zlar. Hozir men ikkita primerda gapni sizga полный ko'rsatib beraman, tushunasiz. Он умнейший человек. Он умнейший человек. Человек. Он умнейший человек. U eng aqlli, donolarning donosi inson deyapti. On bo'lgani uchun mayda i paydo bo'ldi. Mana bu yeyish окончанияsi sifatning orttirma darajasini ko'rsatib beryapti. Mana bu yerda i bu уже muskoyotdan olinganligi uchun sifatning rodini ko'rsatib beryapti. Человек bu o'zgarmaydi. On умнейший. Yana bitta primer, ayishga ham yozib ketishim kerak. Bu dengiz eng chuquri deylik, eng chuquri, hammasini oldida chuqurroq. Dengiz more. More глубочайшее. Глубочайшее degani eng chuquri degan ma'noni bildiradi. Mana shuni siz полный o'zingizga yod qilib olishingiz kerak. Imminni sifatning mavzusida. Sifatning darajalari ham juda ham muhim. Xudo xolasa bularni iloji boricha ustoz bilan o'rganganingiz ma'qulroq. Shu uchun iloji boricha o'zingizga ustoz toping. Onlaynmi, offlaynmi? Aytgancha bizda ham offlayn onlayn kurslar bor. Xohlasangiz o'shanga ham yozilsangiz bo'ladi. Yana bitta narsa, agar bu bo'yicha savollaringiz paydo bo'lsa, bemalol administratorga yoki kommentariyaga yozib ketsangiz, men ham siz ustozingiz bemalol sizga javob beraman va siz javobsiz qolmaysiz. Xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishguncha, paka-paka.